Doda, men bu sizga xamirchidan patir. Boya aytgan videoim dedim-ku. Dilamashirmang. Bu mashinaga olsangiz sizga xudo xolasa. O'shan poylik olamiz bunga. Na? Nima deyishim? Bor ekan. Bu prava o'tadimi hozir? Bu bilan hayda olasizmi? Yo'q. Nega o'tmaydi? Demak, mana qilamiz. Hozir shu aytgan Instagramimda jo'natadigan joyi bor-da. O'sha odamlar bir-biriga jo'natib, o'sha jo'natmalarning soni xo'p, qancha bo'lsa, har bitta jo'natganiga men sizga 50 so'mdan pul yozaman-da. Agar 50 so'mdan pul yozsangiz, doda 1 million odam jo'natsa bir-biriga 50 million so'm bo'ladi. 50 million so'mga mashina beradi. Yesa shunaqa bo'lsa, men sizga va'da beraman, bitta mashina beraman. Xursand bo'lasizmi shunda? Agarda siz menga mashina olib bersangiz, Ha. meni esimdan birinchidan hech qachon chiqmaydi. Mashinaga, men ko'rdingizmi, men 68-yilda prava olganman. Bo'ldi, bitta televizor mana. Temir karavotni almashtirib, yangi bitta karavot. Karavot. Ama eski. Bo'tda xola, necha yildan beri yashaysizlar? 2002. Dodamizda shu yerda yashaydilar, orqamdagi uyda choli kampir faqat 2 kishi. Tirikchiliklar faqatgina davlat tomonidan beriladigan pensiyada shu mashina olinadigan bo'lsa, xudo xolasa, balkim bularni o'sha tirikchiliklari yaxshiroq bo'lishiga, ya'ni dodamizning kundalik hayotlari har kungidan ko'ra yaxshiroq bo'lishiga sababchi bo'lar. Iltimos faqat shu like qilmasdan, komment qilmasdan ham beruvchi edi. Xo'p, qo'limdan kelsa albatta like yig'ilsam, yig'ilmasam albatta berishga harakat qilaman. Lekin bu atpravka, bu narsalar bizani qamrovimiz kengroq bo'lishi uchun, mana shu loyihamiz yana ham davomiy bo'lishi uchun, mana to'g'ri tushuninglar. Shu uchun shu videoni ko'plarga jo'natib qo'yinglar. Aytganda 50 so'mdan yoziladi. Yig'ilgan pulga eng kamida dodamiz uchun manfaatli bitta ishni qilib ketamiz, xudo xolasa. Shunaqa gaplar. Xudoyim sizlarga hamma o'ylagan hamma narsalarni bersin. Ilohim. Allohu akbar. Xursandmisiz? O'zimga qotib qo'ydi.